xulosalarini beraman. Qayerdan keldingiz? Necha yoshsiz? Nima uchun keldingiz? Qanday topdingiz meni? Nima sizni hayron qoldirdi? Nimaga ko'nglingiz to'lmadi? Sizga qo'ygan analiz qog'ozlarsiz, apparatlarsiz qo'ygan diagnozni necha foiz to'g'ri? O'zingizni fikringizni ifodalab aytasiz. Bemalol. Bu qo'yiladi. Shu men Navoiy shahridanman. 35 yoshdaman. Ismim Aftona. Bosh og'riq bilan kelgandim oldingizga. Boshqa kasalliklarni ham, ichimdagi nimalarni ham aytib berdingiz. Analiz qog'ozlaringizni ko'rdimmi bironta? Bironta analiz topshirdingizmi? Yo'q. Oldin ko'riklarga borganmisiz? Kimlarga borgansiz? Qanaqa назначениyalar olgansiz? Foyda qilganmi? Olganman, vaqtinchalik. U ham 100% yaxshi bo'lib avvalgiga ketmaganman-da. Hozir menga analizlar plus ketdimi? Yo'q, ketgani yo'q. Oldin birontaga borgansizmi shunday? Yo'q, unaqa